ياسين والقرآن الحكيم. Yosin surasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu sura nomi arab alifosidagi 2 harf yo hamda sin harflari. Biz avvalgi darslarimizda yoni o'tgan edik. Mana endi sin harfini o'tamiz. Sin harfi, ya'ni umumiy ko'rinishi, alifbodagi holati. Hop, muttasil harflar sirasiga kiradi. Shamsiy harf. Demak, bu harfning turli ko'rinishlarini yozamiz. Mana kirilchadagi shga o'xshaydi yozilishi. Mana bitta tishi kichikroq, ikkinchi tishi ozgina keyinroq va nunning qorni. Bu harfning alohida shakli. So'z boshidagi shakli endi shuni chapdagi harfga ulangan varianti. So'z o'rtasida esa o'ng tomondan kelyapti. Mana shu asosni olamiz, yana chapga bog'laymiz. Endi so'z oxirida esa o'zidan oldingi harfga qo'shilganda shu holatda yoziladi. Agar o'zidan oldingi harfga qo'shilmasa, alohida harf, alohida shaklini ishlatamiz. Demak, alif harfi bilan kombinatsiyasi. Son mana harakatlar: os, as, o'z va es. Bu narsalarni nima uchun har safar o'rgatyapmiz? Chunki demak, alif harfi kelganda biz shunday o'qishimiz mumkinligini bilishimiz kerak. Birinchidan, ikkinchidan mana bu harakatlarni qaysi unlini berayotganini eslab qolishimiz kerak. Xo'p, mana o'rgatuvchi so'zlarni yozamiz. Sohil, sohil degani. Soz, soz o'zbekchada ham soz. Soya, soya. Setam, o'zbekchada ham ishlatiladi. Jabr, sitam degan ma'noda. Zulm. Hassos, hassos. Hissiyotli. Xasta, charchagan. O'zbek tilida xasta, kasal ma'nosida ishlatiladi, fors tilida xasta, charchagan. Husn. Husn dedik o'zbekchada o'sha husn. Chiroy, go'zallik. Nasiya. Nasiya o'zbek tilida nasiya. Nusxa, nusxa. Dars, dars. Rus, urus. Do'st, o'zbek tilida do'st, soya. Setam, hassos. Bu belgi demak ikkilantirish belgisi hisoblanadi. Seni ikkita qilib o'qiyapmiz. Xasta, husn dedik. Buni agar ikkita a qilganimizda, h ham, s ham ikkita a qilganimizda hasan bo'lardi. Xo'p, nasiya. Xo'p, nusxa, dars. Rus, do'st. Bularga shart emas, chunki qo'f o'zi shundan o'rni beryapti. Navbatdagi harfimiz mana shu sinning ustiga 3 ta nuqta qo'yilgan varianti shin harfi. Mana sh tovushini ifodalaydi. Ushbu transkripsiyadagi shning belgisi. Hop, muttasil harflar sirasiga kiradi va shamsiy harf. Umumiy ko'rinishi mana sinning ustida 3 ta nuqta qo'yilgan varianti. Demak, fors alifbosida 3 ta harfning ustida 3 ta nuqtasi bor. Bu shin, sa hamda j harflari. Alohida ko'rinishi o'sha sin bilan bir xil holatda ustida nuqta qo'yilgan
ko'rinishda. So'z boshida ham shunday. So'z o'rtasida so'z oxirida o'zidan o'ng tomonga ulanadigan bo'lsa, ya'ni 4 ko'rinishli harfdan keyin kelsa bu shaklni ishlatamiz. Agar munfasil harfdan keyin kelsa bu shakl ishlatiladi. Mana munfasil alifdan keyin kelyapti. Hop. Osh. Suyuq ovqatlarning barchasi. Mana ash, bu a, bunisi o. Hop, bu o'sh. Qirg'izistonda, Farg'ona vodiysida demak o'sh viloyati bor. O'sha u. Hop, keyingisi ish. Bular o'zi ma'nosi yo'q, shunchaki yozilyapti, lekin mana bu osh so'zining ma'nosi bor. Hop, keyingisi daraxtning shoxi yoki molning shoxi bo'lganida qaranglar, qaysi harf bilan yozamiz. Ko'pchilik mana shu shox bilan shoh so'zini o'zbek tilida adashtiradi. Demak, shox bu nuqtali x bilan yozilyapti, x bo'ladi. Daraxtning shoxi yoki molning shoxi. Endi davlatning shohi bo'ladi, podshoh yoki shohmot so'zlari. Bu mana poyi do'chashma bilan yozilyapti. Shoh h bo'ladi bunda. Odam nazarda tutilganda. Hop, shalvor. Demak, shalvor deganda yaktakning ishtoni nazarda tutilsa, o'zbek tilida shalvor deganda, fors tilida shu shim nazarda tutiladi, oddiy klassik shim. Shab. Shab tun degan. Kechirasizlar. Shab tun. Keyingisi shinos. O'zbek tilida shunos shaklida affixoid bo'lib, o'sha fanni o'rganuvchi odamlarga nisbatan qo'llaniladi. O'sha tanish degani. Shams, quyosh. Qaranglar, o'zi harfning shamsiylik yoki qamariylik degan xususiyati mana shu shams degan so'zdan olinyapti. Shams shin bilan boshlanyapti va shin bu shamsiy harf. Ya'ni al shams yozilsa, o'sha al shamsdagi l ham she o'qiladi. Al salom, masalan biz sinni ham shamsiy dedik-ku. Al salom yoziladi, assalom deb aytamiz. Masalan, shu al shams degan narsa ash-shams deb o'qilgani uchun bu shamsiy harf nomi shundan olingan. Bashar. Bashar, insoniyat. O'zbek tilida ham ishlatiladi. Mahshar, qiyomat. Dush, yelka. Mana so'zni eslab qolish uchun o'zbek tilida biz tushunadigan so'z bilan kombinatsiyasini yaratishimiz kerak. Masalan, mana dush yoqiq, hammomda dushni yoqib qo'ygansizda va yelkangizga, ya'ni dushingizga suv tushyapti. Mana shu holatda agar tasavvur qiladigan bo'lsangiz, dush so'zi esingizga tezroq keladi. Keyingisi mana mush. Rus tilida mush deb aytiladi. Talaffuz uchun uzr. Mana mush. Sichqon. Ravish. O'zbek tilida ravish deb aytiladi. Usul, yo'sin. Va keyingisi mana shur. Bu o'sha shur. O'zbek tilidagi shur so'zi fors tilida shur deb aytilyapti. Demak, harakatlari esimizdan chiqmasin, barcha so'zlarning ma'nosini aytib o'tdik. Bu joyda harakatlarni hozircha yozamiz. Lekin fors tilida odatiy kitoblarda hech qachon harakatlar yozilmaydi. Mana shalvor, shab, shenos, shams, bashar, mahshar. Shuningdek, o'sha undash harfning ustida yozilyapti davomida. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.